yangi yo'lga moslashib qoldingmi? Adamni kuzatib qo'y. Yaxshi borib keling, adajon. Yaxshi o'tiringlar, men ishga ketdim. Qani, ketdi, toychoq. Men senga tushuntirib beraman, sen o'ylagan narsa emas. Endi tushundim. Nogiron seni davolatish uchun adang shu ishni qilyaptilarmi? Vahima qilmang keyin. Bugun tunnelga chiqishim kerak edi, repetitsiya qilaman. Bu uyda halol ishlab pul topadigan odam bormi? Bozorlardan savdo qildim bolamga deb. Vot, mana tuppa-tuzuk qo'shiq aytadigan odam bor ekan. Oyjon, ovozingiz shunaqa zo'r ekan. Qayoqda qo'shiq aytasiz? Bozorlarda bugun O'rizorga boraman, yaxshi pul tushadi. Ketaman. Men bunaqa mashinniklar bilan yasha olmayman. Mersmi? Adajon yaqinda mer soluvdilar. Yaqinda menga ham uy olib berishdi. Mana shu sendan yashirgan oilam. To'g'ri tushunaman. Bu oila senga to'g'ri kelmaydi. O'shuning uchun mayli, xafa bo'lma, ketsang ketaver. Oy, Iskandar Buildings, Mers. Oyjon, sizlar sostaviyaga точно bitta ko'r keling kerak. Ertadan qaysi bozorga chiqamiz? Chorsa.